Assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar? Bugun men sizlar bilan hozir кофе latte, ya'ni peptidniy kompleks для красоты кожи, волос и ногтей degan kofeni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Buni hozir mana ochib endi ichmoqchi edim. Sizlar bilan bo'lishkim kelib, hozir shuni ozgina videorolik qilmoqchiman. Mana dog' suvlarimni quyib tayyorlab oldim. Bu kofeni solamiz hozir. Qaranglar, oldin oddiy kofesi bor edi. Ultra degan kofe ultra degan bor edi, o'ta shirin edi. Hozir ularni o'rniga shunaqa zo'r kofelar chiqib qolibdi. Qaranglar. Tayyor kofe ekan. Men bunga dog' suv quyib, ozgina shakar ham solib oldim. Buni shakari qanaqa ekan deb. Mana ranglarini qaranglar. Mazza ekan. Hidi shunaqa приятный. Qizlar, bular peptidniy ekan. Peptidniy kompleks ekan. Olib ichinglar, qaranglar, chiroyliligini. Ta'mi ham o'zgacha bo'lsa kerak. Qarang, bismillahirrohmanirrohim. Mazza ekan ta'mi. Qizlar, tavsiya qilaman. Mazza ekan, kofesi toza kofedan ekan. Olib ichinglar.